Yo, WhatsApp negerlar, bugun sizlar bilan men Velex Gamer. O'rtoqlar, bugungi videomizda Studio One bir o'yinni o'ynab, kayf qilib dam olishga harakat qilamiz. Video boshlamasdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Qani unda biz boshladik. Hop, akalar, birinchi o'rinda mana bu xoladan uyga olib qo'yishimiz kerak ekan. Mana ko'rsatib turibdi. $100 bez problem, davay. Hop, endi mana bu yerda magazin qiladigan joy bor. Hop, bu yerda ochaymiz. Stop. Sizlarga birinchi uyga obzor qilib beraman. Qaranglar, hozir darrov ochamiz. Mana televizor, kilovatlar turibdi, takkoy, kayf. 1 tiyinga qimmat televizor. Hech narsa qilib bo'lmaydi, chunki hop vannali, vanna emas, o'sha, qaraychi. Musorchalarni olamiz. Demakki qo'yib qo'ya qolaylik. U yoqda noqulaydi. Sal qiyshiqroq bo'lib qoldi. Da. Mana masjidga qo'yib qo'yamiz. Osonroq bo'ladi. Endi hozir narigi magazinchiga borib nima edi? Bodring ekadiganlar, shunaqa narsalarni olamizda, keyin kayf qilamiz. Qaraychi, mana masjiddan bodring ekadigan, tuproq, suv idish, keyin qaychi, mana stansiya nechta olamiz? 20 ta paket olamiz. Qaraychi, bolalar, biz ham pulimiz ko'p. Hop, hozir sanavmi? Hozir. Bo'ldana 20 ta olindi. Endi uyga boramiz-da. Qaraychi, soqqa yurib, bodringlarni ekib, rivojlanamiz, tushundinglar? Hop, uyga kiramiz. Hop, bodring ekadigan masjidga qo'yamiz. Voy, to'g'ri qilib qo'yildi. Hop, mana o'tkazib yubordim. Hop, mana shundoq turadi, bodring ekadigan. Qo'yamiz. Sal orqaroq. Qo'yamiz. Mana no soil deyapti. Bunda tuproq yo'q deyapti. Tuprog'ini solib qo'yamiz. Hop, day 100 bo'ldi. Endi no water soldry. Qaraychi, bodring bilan suv yo'q deyapti. Bodring mana bu order tog'ami, bir bola tog'ami, o'shandan zakaz qilamiz. Hop, keyin bodring ekadigan masjidga qo'yamiz. Hop, keyin suv birinchi paketlarni qo'yamiz. Max qilamiz, qaraychi. Ne qo'yib bo'lmadi? Max bo'lmas ekan. Birinchi ekan. Max qilamiz. Hop, chiqishga bosamiz. Keyin hop, nima qilmoqchi edim? Televizorni olib mayli. Keyingi safar ko'chaga tashlab qaraychi. Hop, endi bizga nima kerak bo'ladi? Bodringimiz kelibdi. Mana undoga qarab ketamiz. Hop, 7 metr deyapti. Mana shu magazin orqasida bo'lsa kerak. Mana bodring urug'i. Hop, akalar, bu disclaimer. Mana 14 yoshdan katta bolalar ko'rmasin. Bunda chunki noqonuniy moddalar sotish mumkin. Shunda qaraychi, o'rganib qolmanglar. Hop, bodring ekamiz. Nima? Suv idishda suv yo'q ekan. Uzr akalar, olimlar ham adashadi, davay. Suv idishga suvni qo'yamiz-da. Hop, qo'yamiz. 15 litr quyib oldik. Endi qo'yamiz. Buni lekin yomon taraf suv tez o'chib oladi. Bodringimiz chiqyapti. Mana joningdan. Bu hali katta bo'lib ketadi. Sen bilan buyuk maqsadlarni oldinga qo'yganmiz. Hop, telefonni ito'chchasi bilet. Hop, akalar, qaraychi. Nima edi? Internetdan muammo bo'lib qoldi. Shuning uchun video ozgina cho'zilib ketdi. Bu joylarini kesib tashladim. Hop, endi yana bodringga qaraymiz. Suv ichib qo'yibdi. Suv qo'yamiz. Okay, full bo'ldi. Endi ko'chaga chiqib ketamiz. Chunki level yig'ishimiz kerak. Hop, telefonga kiramiz-da. Mana order tog'adan yana 2 ta, 2 ta bodring. Ne bo'lmayapti bu? Birinchi stop, zakaz qilindi shekilli. Qaraychi, zakaz qildik bitta bodring. Endi kelishini kutish kerak. Mana ungacha men bratlardan, mana shunga bodring kerak ekan, mana. O'zi qidirib yurdim. Bunga o'zi taklif qilish kerak ekan, bodring. O'shanda o'rganib bizning klientimiz bo'ladi. Ungacha biz klientlar yig'ib turaylik. Ikkinchi levelda ochillar kelib, opa, mayli, ishlariga omad. Hop, ishlagan boramiz. Men brat qaraylar. Cho'ta 3-level aytishvaring brat. Ketdik, qaraychi. Tomog'im ozgina bo'g'ilib qoldi. Hozir men rujni oldim shunga. Hop, qaraychi, men brat bundan bu 3-level. Hop, men birinchi
Hop, iyo. Qum, pul, ikkita bodringmi? Hop, ushab ko'ramiz. Hozir ushashga harakat qilaman. Bum. Voy, uzr o'tib ketdi. Voy. Uzr, brat, cho'nchingizni titkilamoqchi emas edim, o'zi menga qarab turgan ekansiz, shunga sekin. 10-level. Hop, buni ham cho'nchini sekin titib ko'raylik. Gada hech narsasi yo'q. Vechni shunaqa. Men san nima 10-level? Hop, qarachida. Nima qilamiz endi? Hop, endi qarachi prosta anularni aylanib yuraylik, kartalar bilan ozgina tanishib olaylik. Hop, bu yerda basseyn bor ekan. Cho'milsa bo'ladimi? Yo'q, prostagi ekan. Cho'milib bo'lmasa ekan, akalar. Hop, vuy, osmonga uchirib yubordi. Hop, qarachi. Uy yaxshi ekan, zo'r. Hop, tomiga chiqsa bo'ladimi? Bo'lmasa ekan, eshiklar ochilmaydi. Hop, qarachi. Uydan chiqib ketdi. Bu sotiladiganmidi adashmasam. For sale deb yozib qo'ygan ekan. Mayli, ahamiyat bermaymiz. Xudo xolasa sotib olamiz bunaqa uylarni ham. Hop, 24 ga 7 ishlaymiz deyapti. Yaxshi. Hop, bu yoqlar nima ekan? Voy, bu. Voy. 5 yulduzmi? Birachka menga qara, qarachi. Qulog'ingga solaman, shunday futbolkangdagi yozuv o'chir. Shu qolgan sochingni yulib olaman. Stop. Bu A'mi? Adashmasam, men 5 yulduzga o'xshatdim, mayli. Kommentda yozib qoldiringlar, 5 yulduzmi, u nimaligini. Men prosta yaxshi qaramadimmi, bilmayman. Hop, qarachi, bu yoqlarni ham qaraymiz. Eshik ochiq ekan, necha kirmaymiz. Hop, men uyimga borib, bodringim suv ichib qo'ygan bo'lsa kerak. Voy, qayerda edi uyim? Qarachi, masjidga borib ko'ramiz. Hop, yo'q, bu yerda emas edi, adashmasam. Hop, qaylamiz bu tarafga. Hop. Magazin topsak, uni orqasida men uyim edi. Mana magazin. Mana. O'l topdim, magazin topdim. Okey, orqasida men uyim bor. Hop. Voy. Nima bu? Mayli, tushungan-shunda. Tushunmaganlarga yaxshi. Omad, qarachi. Hop, uyga kira. Voy, invalidmi eshik? Voy. Day. Xarosh. Ana suv ichib qo'ygan o'sha. Lekin ozgina suv quyganimdan keyin o'sha anu bo'ladi, bodring soladi. Bu. Okey. Hop. Hozir o'sha anu bo'lyapti. Bodring solmoqchi. Hop, qarachi, endi mana bunga suv to'ldiramiz. Hop, yana mana endi ozgina bodring solishini kutamiz. Qaychida olamiz u hosillarini. Hali anu polni rivojlanmagan deyapti, mayli. Hop, endi mashlarni ham qarang ozgina. Bunda keyin nima edi? Musor solsa, musorchiligiga pul berar ekan. Voy, ana. Bodring, u guchsilar ekanlar. Qarachi, men bilan olamiz. 8 ta, xarosh. Hop, endi men buni max qilamiz-da, polni hammasini olib, endi klientlarga sotib kelamiz ekanlar buni. Hop, eshikni ochamiz-da, bundoq qilib yopib qo'yamiz. Endi klientlarga sotamiz buni. Hop, mana qo'limda turibdi, takoy. Okey, masjidlarga boramiz-da. Hop, men brat yemasmikin? Ayo, bu cho'ta musor bo'layotgan ekan, mayli. Qarachi, kech tushdi уже. Voy, grafika ito'tcha-yo. Hop, men bu opaxon aka ekan bu, uzr. 6-level. Bilet. Hop, cho'nchingizda hech narsa yo'q. Gaday, g'irt gadaysan. Hop, qarachi. Men brat to'xtang. Voy. Voy, $20 pul. Mana nima bu? Xarosh, ushadim. Hop, bu o'z inventarga tushsa kerak. Nima bu? Nosmi bu? Mayli, ahamiyat bermaymiz, tuproq. Voy. Nima qilish kerak edi? Hammasini ushadimmi men? To'xta,
Brat, короче, mana shu bodringlar hammasini siz uchun tayyorladim. Mutlaqo halol bodringlar bu. Vuy! Ani topib qo'ydi videoga nom. Halol bodringlar. Wow! Uddar. Hop, sizda brat nimadir yo'qmi? Bunikini tekshirdimi? Adashmasam. Xarosh. Bunda ham narsalar bor ekan. Voy. Men cho'nchingizni titkilamayapman, brat. Ahamiyat bermayman menga. Voy. Bitta titkilada короче titgandan keyin boshqa titib bo'lmas ekan. Mayli, endi bodring sotib olib yana yetishtirishimiz kerak. Hop, ham biladi. Yo'q, bunda ham adashmasam hech narsa yo'q. Hop. $7 pul bilan paket. Voy. Bir balodada tushunmadim. Men birachkadachi 5 yulduz birachkada. Xo'sh. Hech narsa yo'q, g'irt-gedaylar. Voy, men orqamda nima qilyapsan, shunaqa deyapti. Hech narsa qilmayapman, birachka, qo'rqma, cho'chima quzim, yoningda o'zim. Hop, короче, men ketdim. Uyimga borib bitta uxlab olish kerak. Yoki, mayli, uyimga boray-da birinchi. Endi uyimni topsam bo'ldi. Qayerda edi endi? Shu kartani yodlab olish kerak ekan, borularga. Opani ham cho'chini titkilab ketish varianti ham bitta. Xarosh. Paket. Oddiy paket ekan. Men buni bodring deb o'yladim. Buni inventarga olish kerak ekan. Start. Stop. Stop. Hop, короче, voy. Uzr, hayajonlanib ketdim. Hop, men brat. Bu bizning klientimiz ekan. Voy, bodring yo'q deb, brat. Uzr, lekin bodringimiz qolmadi. Siz cho'nchingizni titkilamoqchiman. Bodring. Bunikini titkilab bo'lmaydi. Titkilab bo'lar ekan. Hech narsa yo'q, gaday. Hop, короче, men opanikini ham bitta Vuy, $26 3ta tuproq. Hammasini olishga harakat qilaman. $26 pul oldim. Max qilamiz. O'zi qo'shilar ekan unga. Tuproqlarni olamiz. Ular xarosh, bittasini ushladim, davay. Start qilamiz. Stop. Xarosh. Start. Stop. Voy. Ushab qoldi bo'lsa. Ko'ryapsizlar, easy. $21 xarosh. Opada nos bor ekan. Nosga o'xshaydigan narsa, nimaligini bilmayman, to'g'risi. Agar nimada, короче, adashayotgan bo'lsam kommentga yozib qo'yasizlar. Nima o'zi endi bu? Nosga o'xshaydi. Voy, men bandit opa. Sizni cho'nchingizdagi nimadir bormi? Bunikini titkilamiz. Bo'ldi, ketdik. Hop. Magazin men brat cho'nchini titkilaylikchi. Hop, xarosh. Voy, uzr. 7 ta bodring? Vuy, 7 ta bodring akalar. Max. Hop, men paketni qo'yib turay. Start. Pulni olamiz. Max. Hop, stop. Xarosh, nos. Men bitta bor ekan, mashinaga qo'shamiz. Tuproqni olamiz. Stop. Hop. Endi men paketimizni olib, voy akalar, o'yinni bagini topib qo'ydim. Bularga sotganinglardan keyin bitta chekkandan keyin yana olib sotsanglar bo'lar ekan cho'nchakdan. Zo'r ekan bu o'yin. Hop. $357 olamiz. Ishlamiz. Hop, короче, endi men bodringlarni ham sotib olamiz-da. Keyin bodring zakaz qilamiz. Stop, men bilan uyga tashab chiqing. Qaytchi. Mayli. Короче, men nosoyildat tuproq solib qo'yamiz bunga. Hop. Sol, xarosh. Endi bunga bu urug'mas ekan, значит. Hop, suv quymaymiz akalar, chunki hozir ichib qo'yishi mumkin. Hop, bilan qo'yib qo'yamiz hammasini sotga. Men bilan sotib ketsammikan, zotidim. Men paketni bo'tga qo'yib qo'yamiz. Leave bosamiz. Endi hop, bundoq qilamizda. Telefonga bosib chat. Men bu Albert tog'am kimdandir 3 ta даже zakaz qilamiz, bo'ldi. Zakaz ketdi. Biz ungacha men bularga ozginani sotib turamiz. Hop, brat.
Mana shundan bitta chakib ko'ring. Eng muhimi halol bu. Tushunasizmi? Halol, ko'ryapsizmi? Bu sifati mukammal sifat, короче. Mana bitta. Let's meet first. Men bitta chakib ko'ray deyapti bunda. Hop, biz ungacha menga kirib telefonlarni o'rganamiz. Voy. Hop, pulni olishga harakat qilaman. Hop, xarosh pulni oldim. Pulni o'zi yetadi menga. Yo'q, nafs qilib bo'laman lekin. Hop, paketni ham olaveramiz. Hop, tuproq. Paket kerak emas, paket. Arzimagan pul turadi. Hop. Bitta ko'ring, brat. Voy, animatsiyalari ham udar ekan. Menga yoqdi deyapti. Klientimiz bo'ldi endi. Ne telefonga qo'shilmadi. Bilmadim, adashmasam o'zi shunaqa bo'lgan. Hop, men opani cho'nchagini titkileymiz. Opa, voy, uzr opa. Bitta titkilab ko'ramiz. Opa, voy. Короче, bunikini titkilab bo'lmas ekan. Men bunisiga o'tamiz. 3-level ekan. Hech narsa yo'q. Hop, men bu opanikini titkileymiz. Opa. Nos, ikkita nos daji. Ular kerak emasga o'xshaydi. Pulni olaman faqat. Yo'q. Mayli. Pulni olaveraman. Hop, короче, endi mamtga o'tamiz-da. Hop, mamtdan o'tamiz-da endi. Mana bodringni olamiz, max qilib. 3 ta bodring bor. Endi uyga borib ekib kelamiz. U pionerlarda qo'y. Hop, короче, uyga boramiz endi. Ekamiz, kelamiz. Hop, men bu yerdan nimadir olsam, bitta bodring, даже 2 ta olaman bodring ekadigan. 2 ta ketdini. Bay qilamiz. 2 ta bodring ekadigan bor. Hop, endi ketdim men. Hali akalar bizni voshcha kuchayib ketamiz. Tushunasizlarmi? Nima deyapsizlar? Hop. Endi botga kiramiz-da, mana bunaqasiga qo'yamiz, короче. Bu o'zinasiga. Hop. Qo'yamiz. Qo'ydik ana. Hop, ikkinchisini sal hop qo'ydik. Hop, buni ham qo'ydik. Mana orqasidagi shkaf olamiz-da, mana bu. Ne olmayapti bu? Ichida narsalarimiz bor ekan. Hop, tuproqlarni ishlataveramiz. Voy, menga solgan tuprog'imiz ketar ekan bizani. Men bilmayman buni. Hop, necha? Короче, endi tuproq kerak. O'zi ровно 2 ta tuprog'im bor ekan. Xarosh. Hop, men unga tuproqni solib qo'yaman. Hop. 100%. Bunga ham tuproq solamiz. Okey, ketyapti. Xarosh bo'ldi. Endi ichidagi narsalarni olamiz. Hop, birinchi men bu bodring urug'ini ekamiz, keyin ustidan suv qo'yamiz. Hop, ekamiz. Xarosh, endi bu ichidagi narsalarni olib turamiz-da. Mana shkafi nima chiroyliroq qilib qo'yamiz, mana shunaqa. Mana shunaqasiga qilib chiroyliroq qilib qo'yamiz. Okey. Mana normal turibdi. Endi bunga suv qo'yamiz. Hop. O'sha biznes kattalashyapti, ko'ryapsizlar, akalar. Hop, bunga ham qo'yamiz suv. Uzr akalar, сообщение kelib qoldi. Hop, dalish qo'yamiz, короче. Hop, mana bu yerdan endi bunga ham qo'yaveramiz. Full bo'ldi ana. Hop, endi mana nos nima qilib berar ekan, rostdan ham. Voy, akalar. Bodringga aniq qilish kerak ekan. Voy, katta bo'lib ketganni. Bu kattalashtirib beradigan ekan. Bunga ham solamiz. Voy, mana buni. O'sha hosil solib qo'yadi bu. Suv quyib qo'yamiz. Hop, mana bunga ham suv qo'yamiz. Okey, mana bunga ham suv qo'yamiz. Hop, endi mana bunga bittani topib kelish kerak. Nima edi? O'sha kattalashtiradigandan bitta topib kelish kerak, ani bitta qo'yganiga ham. Hop, xarosh. Bitta kimnidir cho'nchagida bo'lsa titib olardi-da. Magazindan olishga erinmayman, jalka-da. Hop, mana o'sha odam cho'nchagida yo'q ekan.
Mashinada bo'lish kerak adashmasam. Hop, gaday. Yoningda nimadir olib yursang o'lasanmi? Mashinada bo'lish kerak, lekin ko'rinishlaridan cho'ta nox chekadigan insonga o'xshyaptilar. Hop. Ana, yo'q. Mayli, pulni olamiz. Opa. Pulni olamiz. Qo'ygan kerak emas bizga. Hop. Men biratda bo'lish kerak. Opa. Voy, paket. Nima qilaman men paketda? Men opada bo'lish kerak endi. Cho'ta bog'da turganlarga. U xarosh bor ekan. Birinchi mashina olamiz. Keyin pulni ham olamiz. Xarosh. Paket kerak emas endi. Hop, endi uyga chopamiz. Mana bodringga singilmidi. Nima qilish kerak qaraychi. Men ko'ti qichigan bo'laman, bilasizlar akalar. Chaq! Voy. Qaraychi, men tiqmadim, o'zi tiqilib ketdi. Uzr, hayajonlanib ketdim deyishadi qaraychi. Hop, endi nimada? Voy, hos. Endi uyga boramiz. Endi hop, uyga kir. Voy, o'sha ana ham katta bo'lib qopti-yu. Endi ishlatish jalqada. Hop. Voy, stop. Men neonga suv quyib qo'ydim, u hosil bo'lgani. Jinniman bor akalar. Hop, ana ikkitasini 16 tami? 16 ta hosil beradi adashmasam. O'shalarni olamiz hozir. Hop, bittasi qolib ketyapti, ko'rinmay qo'yapti. U ham chekkada turgan ekan. Xarosh olindi. Hop, mana bunikini ham birato'lasi olamiz. Hop, hammasini ol. Xarosh 16 ta. Bu ham endi ozgina qolibdi. Hop, voy, paket yetmas ekan. Necha hozircha olaveramiz. 18 ta bo'ldi. Voy, 10 ta qilib bo'lmas ekan. Mayli. 20 ta, 10 tadan ko'p bo'lmas ekan. Bo'ldi. Po'nyal akalar. Hop, endi magazinga chiqamiz-da, paket olib kelamiz. Vo. Buniki ham olamiz. Ketdi. Davay. Hammasini olamiz. Общий biz voy, joyim yetmadi-yu. Yetibdi, xarosh. Hop, mana 8 ta. Hop, adashmasam 7. Endi mana bunga qo'yib qo'yamiz-da, mana 8 ta bodringni. 11 ta, hop, 11 ta paket olib kelamiz endi. O'zi bitta dona joyim bor, o'shanga paket olib kelamiz. Men biladan tortsa ham bo'ladi-yu. Hech narsasi yo'q. Xarosh. Mana shu 18 dan hammasini shunga sotamiz. Necha? $665, 770 ga bergan aka deymiz-da, olaveramiz. Voy, xarosh. Opa. Xarosh. Choq. Xarosh. Voy, bittasiga bu $675 to'ladi. Bitta dona chakkaniga. Voy, akalar. Endi mana bundan 11 ta emas, mayli 20 ta olaveramiz. 11 ta. Короче, qancha bersa o'shancha olamiz. Hop, boy bosamiz. Voy, bu 45 ta bo'lib ketibdi. Bizga 20 ta kerak. Hop. Mana 20 ta boy bosamiz. Chunki agar hozir hamma o'sha 46 dan hammasini olganimda, inventarimda joy yetmasdi. Shuncha pulga uxlardim-da akalar. Hop, endi mana buni yopamiz-da. Qo'yamiz-da paketni. Hop. Paketni qo'yamiz-da. Max qilamiz. Men bu inventari bo'shatib olay. Juda asabim buzilyapti. Akkuratniy qo'yaman, hammasini o'zimga moslab. Hop, men 17 ta xarosh. Bunga bosamiz. Hop, mana 7 ta. Voy, 28 ta bodring akalar. Voy. Okalar, lekin hammasi halol bodringlar. Shuni ham ahamiyatga olamiz. Hop, endi klient topamiz-da, shu 28 dan hammasini sotamiz. Opa, baxt keling.
3 level ekan ismaydi. 3 levelga ozgina qoldi. Shu qism o'zida chiqib qo'yamiz, adashmasam. Chiqib qo'ya olamiz. Yana bilmadim. Mana bu xarosh. Bitta beramiz bunga. Bu yangi ekan, mayli. Yangilarga boshda bittasini o'rgatib turib, mana shu brat. Xarosh, hammasini beramiz bratga. Keyin cho'nchakdan olamiz. Opa. $55 beraman aka. Xarosh. Endi cho'nchakni tutamiz-da. Bundoq qilamiz. Hop. Yo'q. Voy! Voy! Akalar, 27 ta bodring. Voy! Necha agent 007 bo'lib o'tiramiz mana shu yerda. Hozir bu chaka olib, ozgina yurgandan keyin cho'nchakdan olamiz yana. Hop. Mana shu yerga boramiz. Hop. Voy. Ozgina turamiz. Xatga ketayotganini ko'rib turibman, eng muhimi. Hop. Qarchi, endi ketamiz. Hop. Bitta olib ko'ramiz. Ekan olmayapti. 26 ta bodring. Olamaysan deyapti. Cho'nchagim titkilama deyapti akalar. Shuncha mehnatim-a. Voy, akalar, lekin bagini topdim-da, lekin omadinglarga bog'liq ekan, qarchi bagi. Hop. Sekin itak videoni tugatib qo'ysa ham bo'laveradi akalar. Hozir uyimga borib olaydi. Sekin videoni tugatamiz. Yarim soat bo'pti уже. Ikkinchi qismni chiqazmaymi? Kommentga yozib qoldiringlar akalar. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kommentariyada o'zingizlar fikringizni yozib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, chunki biz ozginadan keyin 100 ta bo'lamiz. Hop, sizlarga xayr, tomosha uchun katta rahmat, prosmotr uchun ham xayr, sog' salomat bo'linglar.